Assalomu alaykum barchaga. Mana biz bugun biz nima deb ishimizni boshladik. Klientdan bitta klassik 4 mebel olib keldik. Yangi yilgacha qilib beramiz deb boshladik. Inshaalloh xudo xolasa nasib bo'lsa qilib beramiz, chunki ishlarimiz o'zi qisilib qolgan. Ma'lum sabablarga ko'ra Svitqda saligina badvat qilyapti. Shuning uchun bitta ikkita ishlari uspet qilmagan bo'lsak, ming bor uzr. Uspet qila olmaymiz ham chunki yangi yilgacha. Yangi yildan keyin qolganini beramiz. No, o'z aqlincha ishimiz shu bo'ladi yangi yilgacha. Bundan keyin o'zi boshqa ish qila olamiz biz. Yangi yil kelar o'zi. Qolgan bitta ikkita uspet qilmagan ishlarimiz bo'lsa, yangi yildan keyin qilib beramiz. Inshaalloh nasib chiroyli qilib beramiz yangi yildan keyin. Mana bu mebel olgan edik. Turetsk klassik mebel. Polnosda Inagol mebeli, klassik polnosda. Buni qayta boshdan polni ochib, spinka dizayni o'zida Chester bo'ladi. Pastlari fason bo'ladi, sal o'zgarish bo'ladi. Qo'llarda salgina o'zgarishlar qilamiz. Ola dizayndan ham o'zgarish qilamiz, yo o'zinikida jabralik qilamiz. Ko'ramiz, uni maslahatlashamiz yana. Sizlar bilan xudo xolasa maslahatlashamiz. Shuni ochib, xudo xolasa egasi chiroyli qilib yangi yilda yetkazib beramiz deb inshaalloh yaxshi niyatda boshlabmiz. Qolganda bo'lgandan keyin yana obzor qilamiz. Ha, kuzatib olganlar uchun rahmat. Podpisa bo'lishdan chiqmasin, like bo'lsa esdan chiqmasin. Agar qo'lingiz bo'sh bo'lsa, tashab qo'yasiz samolyotcha qilib, xursand bo'lamiz. Vaqt mebel sog' bo'ling.